Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Lobarxon. Bugun yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Shu mana o'tgan safar endi o'sha psixologiya nima, o'zi uni qanaqa bu sohaga kirib kelganimiz, o'zi u nima tushuncha deganni ancha gaplashdik. Bugun endi mana sekin yana savol javobimizni davom ettirib suhbatlashamiz. Chunki bu soha juda ham baribir ham kerak, kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan soha. Mana o'zi har qanaqa bilimni ham o'zini o'rni bor, ilmni o'zini o'rni bor, falsafani o'zini o'rni bor, qadriyatni o'zini o'rni bor. Mana har qanaqa bilimni ham qaysi sohada bo'lmasin, baribir ham kerak bo'ladigan o'zini joyi bor. Chunki biz kundalik hayotimizda o'zimiz bilan muloqot qilamiz, munosabatda bo'lamiz, boshqa odamlar bilan munosabatda bo'lamiz, turli xil vaziyatlarda bo'lamiz. Haligi o'zimizga yoqadigan, yoqmaydigan, tushunadigan, tushunmaydigan, ba'zi vaqtda qabul qila olmaydigan yoki qabul qila oladigan vaziyatlarimiz bo'ladi va o'shanda baribir ham qancha o'zimizni yaxshi bilsak, qancha o'zimiz bilan yaxshi kelishgan bo'lsak, qancha kerak mavzularni o'sha bilsak, qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa ularni ishlatishni bilsak, shu vaziyatlardan shuncha deylik osonroq, yaxshiroq, tekisroq yashab o'tishimiz, chiqib ketishimiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun xuddi shunaqa qilib biz o'sha o'zimizni haligi birlamchi kerak bo'ladigan ma'lumotlar paketini shunaqa qilib yig'ganmiz qachondir. Chunki o'sha yuzlab, minglab, hattoki odamlar kelganda o'sha qaytariladigan muammolarni yig'ib, demak, bu muammolarni hal qilish yo'li bu, lekin muammolarni oldini olish yo'li ham bor ekan. Demak, odamlarga shu deylik eng ko'p bo'ladigan o'sha qanaqadir tushunmovchiliklar yoki muammolar yoki nizolar yoki kelishmovchiliklarni mavzularini bilsak, shu mavzularni oldindan deylik oldini olishga yordam beradigan qanaqadir ma'lumot, bilimlar berishimiz mumkin ekan deb keyin shunaqa qilib psixologik savodxonlik degan atamaga, tushunchaga yetib kelganmiz. Mana hozir o'tgan safar aytdik, ikkita asosiy yo'nalishda ishlaymiz. Bu psixologik savodxonlik va psixologik sog'lomlik. Ya'ni o'sha hamma murojaat qilgan, o'sha muammolar bilan kelgan odamlarni o'ylab, qarab, tahlil qilganimizda baribir ham juda ham sabablari ko'p, lekin o'sha sabablarni bunday jipslashtirib yig'ganimizda asosan ikkita fundamentida, negizida asosiy ikkita narsa chiqqan, shu ma'lumot bilan bog'liq bo'lgan muammolar yoki o'zimiz bilan, shaxsimiz bilan, haligi aytamizki, fe'limiz bilan, xarakter bilan deydi kimdir, shunaqa muammolar kelib chiqqan. Va agar o'shanda aytganmiz, demak qanaqadir kerak ma'lumotlarni o'z vaqtida bera olsak, odamlarda demak qanaqadir tushunmovchiliklar yoki muammolarni oldini olish mumkin ekan deganmiz va o'sha odamda o'sha kerak qanaqadir sifatlarni, xususiyatlarni, vositalarni, o'sha kerak hamma ko'rsatkichlarni imkoniyat qadar vaqtida shakllantira olsak, keyin uni to'g'ri tarbiyalay olsak va keyin bizni yordamimizda yoki o'sha uni kattalarni yoki keyin odam o'zi katta bo'ladi, uni keyin to'g'ri rivojlantirsa, juda ham ko'p muammolarni oldini olish mumkin ekan. Sizga asosan qanaqa muammolardan ko'proq kelishadi? Rahmat savolingizga. Bilasizmi, bizda o'sha savollarni ajratib olsak, bittasi bitta nima deydi, qopi deb kulardik, bitta bo'lagi asosan o'zi bilan bog'liq. O'zimni tushunmadim yoki tushunsam ham qila olmadim, qanaqa qilishni bilmadim, kuchim yetmadi yoki qaysi usul ishlatishni bilmadim degan o'zi bilan bog'liq bo'lgan savollar bo'lgan. Va ikkinchisi shu atrof muhit bilan bo'lgan. U demak o'sha uni ijtimoiy, mana odam, biz bu jamiyatda yashaymiz, avvalambor insonmiz, keyin masalan biz olsak ayolmiz, o'sha keyin undan keyin har xil ijtimoiy rollarimiz bo'ladi. Kimdir farzandimiz, kimdir opasimiz, kimdir singlisimiz, keyin vaqt o'tadi sinfdoshi bo'lamiz, do'sti bo'lamiz, dugonasi bo'lamiz, keyin nasib qilsa o'sha kimdir sevimli yori bo'lamiz, oila quramiz. Vaqt o'tgandan keyin farzand ko'ramiz, ona bo'lamiz. Turli xil ijtimoiy rollarga kiramiz va bu turli xil ijtimoiy rollarda ham baribir ham bilishimiz kerak bo'ladigan narsalar bor ekan. Umumiy hamma biladigan narsalar ham bor deylik. Bu o'sha birinchi ko'rsatkichli narsalar bor deylik. Lekin undan tashqari har bitta sohani o'zini beradigan, har bitta fanni, har bitta sohani o'zini beradigan qanaqadir o'sha xususiy nimadir, faqat o'ziga xos bo'lgan tushunchalari bor. Shuning uchun bizga mana murojaat qilishganda men tahlil qilib ko'rganman, o'sha ko'proq murojaat bo'lgan o'zimni tushunmayapman yoki o'zim bilan kelisha olmayapman degan o'sha bitta yo'nalish bo'lsa, ikkinchisi qanaqadir munosabatlarda, qanaqadir ijtimoiy rollarda kim bilandir hech chiqisha olmadim yoki muammolarim qaytarilyapti degan savollar bilan murojaat qilishgan ko'proq. O'shalarning tahlilini ko'rganmiz. Agar har xil ijtimoiy rollarda gapiradigan bo'lsak, demak, o'sha odamlar bilan munosabat qurishni ham bilishimiz kerak ekan. O'zimizni o'rnimiz ham bo'lishi kerak ekan, aqlimiz ham, kuchimiz ham, farosat hammasi bor. Lekin u narsalar, o'sha narsalarimiz bo'lsa, deylik kerak o'sha vositalarimiz, sifatlarimiz bo'lsa, boshqa odamlar bilan bu jamiyatda munosabat qurishimiz oson bo'ladi deya olmayman-u. Har holda imkoniyati ko'proq bo'ladi.
bo'ladi, o'sha keragini qilish bizni o'zimiz nimadir qilsak bo'ladi o'shanda agar deylik sifatlarimiz, bilimlarimiz bo'lsa. Va baribir ham uni ham negiziga qaraydigan bo'lsak, baribir ham juda ko'p narsa o'zimiz ichimizda bo'lar ekan. Shuning uchun psixologiya fani asosan birinchi ishlaganida odamni o'zi bilan ishlaydi. Chunki avvalambor biz o'zimiz bilan munosabat qila olsak, o'zimiz bilan chiqisha olsak, atrofimiz bilan, atrofdagi odamlar bilan har xil ijtimoiy rollarda munosabat qilishimiz osonroq bo'ladi. Bizning ichimizda deylik o'sha kelishmovchilik kamroq bo'lsa, boshqa odamlar bilan kelishmovchiligimiz ham kamroq bo'ladi yoki bo'lsa ham kelishib ketishimiz osonroq bo'ladi. O'sha o'zimizni ichimizda hamma kerak sifatlar shakllangan bo'lsa, me'yoriy kerak sifatlar, o'sha boshqa ijtimoiy rollarda kerak bo'ladigan sifatlarni shakllantirish osonroq bo'lar ekan. Buni ham qattan bildik, o'sha kim bilan nechta o'sha aytdim yuzlab o'tgan safar o'sha aytdim bir 5 mingtacha odamdan keyin tahlil qilsak baram har doim qaytariladigan gaplar chiqib kelardi, sabablar. Ya'ni voy bilmagan ekanman, ma'lumotim bo'lmagan ekan yoki masalan deylik eng ko'p savollar voy oilada qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lyapti yoki o'zi eng birinchi o'rinda bizada ota-onalar bilan bolalarni savollari bilan eng ko'p murojaat qilishgan. Ishonmaysiz, buni biz keyin ko'p aytganimizda odamlar tushunmasa, voy rostdan bu shunaqa ko'p, lekin rostdan ham shunaqa. Deylik 100 ta keladigan odamdan yo'q deganda bir 40 tasi baribir ham shu muammo bilan kelardi. Qolganlari keyin kelin, ayol, do'st, sinfdosh, ishxonadosh deylik, kasbdosh degan narsalar. Ya'ni ko'pi shu bilan bo'lardi. Shuning uchun aytganmiz, ha, demak uni bilish kerak ekan deb. Qanaqadir biladigan ma'lumotlar bor ekan deb bu munosabatlarni to'g'ri qurish uchun. Va keyingi ishlaydigan narsa bilsam ham nimagadir qila olmadim, bilsam ham nimagadir qo'rqdim yoki bilsam ham to'xta olmadim, bilsam ham aksincha gapira olmadim degan narsalar keyin chiqqan. Keyin aytganmiz, ha, demak o'zimizda qanaqadir sifatlar ham bor ekan deb. Shuning uchun har doim aytamanki, mutaxassisga kelganda, hattoki bizga ham ketganda, biz uni ko'rsatib beramiz. Ha, deylik, mana shu yerda ozgina muammo bor ekan yoki tushunmovchilik bor ekan. Lekin u yog'iga odam ishlaydi. Bitta shunaqa narsa borki, qancha yoshimiz katta bo'lgan sari ishlashimiz ozgina ko'proq kuch talab qiladi. Chunki biz shakllanib bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun o'tgan safar ham men aytdim, baribir ham shu ota-onalar bilan ishlash yo'nalishini yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki shu bolalarimiz baribir ham birinchi oilada tug'iladi, oilada shakllanadi. Birlamchi tushunchalarimizni biz oilada olamiz. Hammamiz o'zimiz ham. Men o'zim ham mana mutaxassis bo'lib turib, qanaqadir endi ikkita bitta masalamni o'sha yoshligimdan qaytib bu yoshimdan oxir o'sha kichkinaligimga tushganman. Ha, demak bizga o'sha kichkinaligimizda shunaqa deb o'rgatishgan ekan. Hozir deylik bu baram korreksiya qilish kerak ekan deb shuni tushunganmiz. Va hattoki mana odam o'zi bilan munosabat kimdir aytadi, o'zimga yoqmayman, nimaga boshqacha bo'lmoqchi edim. Mana bu o'rtog'im boshqacha-ku, u deylik ochiq kulib yuradi, men nimagadir gapira olmayman. Yoki kimdir aksincha kelardi, bizga aytardi. Mana shunaqa sipo o'rtog'im bor, men bo'lsa ha hi qilib yuraveraman deb masalan, yoki kimdir aytardi, falon yoshimda men nimadir qila olardim, hozir nimagadir qila olmayapman. Keyin sekin o'sha hammasini yig'ib aytganman. Bu ko'picha unaqa deylik chuqur muammo ham bo'lmasdi, ma'lumot yo'qligidan. O'shanda ketganmiz, demak o'sha psixologik ma'lumotlarni ham berish kerak ekan, keyin sifatlarni ham shakllantirish kerak ekan. Va o'shani keyin biz o'zimizcha kulib qolib deymiz, ikkita qismga ajratib, o'sha psixologik savodxonlik odam o'zi bilan, atrof muhit bilan, bu olam bilan munosabat qurganida o'sha munosabatlar to'g'ri, yaxshi, adekvat, ya'ni mos imkoniyat qadar nizosiz bo'lishi uchun bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar bor ekan. Endi o'shani gaplashganimizda uni ham biz o'sha real muammolardan olganmiz, eng ko'p tahlil qilganimizda voy men bilmagan ekanman, men deylik boshqacha deb o'ylagan ekanman, u boshqacha ekan yoki men shunaqa qilsa to'g'ri bo'ladi deb o'yladim, bu boshqacha ekan deganda keyin aytganmiz, mana odamlar bilan munosabat qilganda ham mana tug'ma sifati bor. Bo'ldi, tug'ma bu. Bo'ldi. Uni biz qabul qila olishimiz kerak. Keyin bor hayot davomida tarbiyada yoki o'sha korreksiya paytlarida yig'ilgan narsalar bor. Hattoki shunda ham kimdir aytardi, nima harakat qilsam ham qanaqadir joygacha o'zgaradi, u yog'iga o'zgarmaydi. Bo'ldi. Keyin o'shanda tushuntirardik. Bu tug'ma sifat. Masalan, jins psixologiyasi bor, bu tug'ma sifat. Masalan, erkak jinsini o'sha ong osti deylik ma'lumoti va keyin psixologik faktorlar ham ozgina boshqacha bo'ladi. Ayol kishiniki boshqacha. Masalan, hozir agar savol beraman, barama shu eshitib o'tirgan odamlar ham aytadi, hissiyotga qaysi jins ko'proq moyil desam, nima deb o'ylaysiz, nima deb javob berishadi hozir ko'proq? Ayol kishi deyishadi. Chunki buni biz qancha ishxonalarda ishlaganmiz, korxonalarda ishlaganmiz, guruhlarda hamma birinchi ayol kishi deydi. Keyin masalan, o'ylab, bosib, hisob-kitob qilib, fikr qilib, kim ko'proq moyilroq?
desak, erkaklar deyishadi. ko'plar shunaqa deydi. Keyin albatta uni ko'rsatkichlari har xil. Bu deganiki ayol kishi faqat his tuyg'u, aqli yo'q degani emas. Yo'q. His tuyg'usi ham zo'r ayol kishida, aql programmasi ham zo'r ishlaydi. Erkak kishi ham yoki faqat o'ylarkanda his tuyg'u yo'qmi desa, yo'q. Erkak kishida ham unisi ham bor, bunisi ham bor. Faqat o'sha jins psixologiyasiga qaraganda qaysidir biri sekundga ertaroq ishlaydi. Shuning uchun ba'zi vaqtda biz shuni hisobga olmaymizki, 1 sekundga ertaroq ishlagandan keyin qabul qilish ham shunaqa bo'ladi. Aytamanki, buni ham bilish kerak. Yoki xuddi shunga o'xshab hali yosh davri, endi buni hali bemalolroq aytamiz, uni hali bemalol chuqurroq qilib hali ko'rsatib tushuntirib beraman. Hozir umumiy o'sha kirish deganda, masalan deylik, kichkina bolamizdan kamroq narsa kutamiz, katta bolamizdan ko'proq narsa kutamiz. Hissiyot ham o'shanga o'xshab yoshga qarab ham har xil bo'lishi mumkin. Hissiyot o'z yo'liga, lekin umuman har bitta yosh davrini o'zini ko'rsatkichlari bo'ladi. Mana masalan buni psixologiya emas, umumiy tilda aytsak, masalan 1 yoshda bola yurib ketish kerak deymiz, masalan uni bilamiz hammamiz. 3 yoshda bola bog'chaga chiqib qo'shilib ketishni bilish kerak, keyin birlik yurib ko'chada salom berishni bilish kerak, magazinga kirib nimadir olishni bilish kerak, maktabga borib o'tirib o'zi suhbat qura olishi kerak, o'zi ota-onasiz ham. Ya'ni xuddi shunga o'xshab yosh davrini o'zini ko'rsatkichlari bor. Lekin hammasi ham o'z vaqtida bo'lmasa, odam ichida nimalardir o'sha ishlanmagan narsalar qolib ketishi mumkin bo'ladi. O'tgan safar ham bir aytuvdim misol, ba'zi vaqtda katta odam bilan ishlab, kichkina bolaning reaksiyalarini ko'rish mumkin. Shuning uchun yosh davri psixologiyasi ham bu juda muhim. Jins psixologiyasi ham juda muhim. O'sha aytganimizdek nima uchun? Chunki masalan ba'zi vaqtda shunaqa bo'lardiki, rahbarlar deylik, rahbar katta ozgina shijoatliroq bo'lish kerak, lekin yuvoshroq bo'lishi mumkin. O'shanda biz aytamiz, bu ham kerak, muloyimlik kerak xarakter uchun. Lekin asosida deylik o'sha avvalambor deylik, agar erkak kishi bilan gaplashsak, o'sha erkak kishini o'sha pozitsiyasi, hali hidi deymiz-ku, kulib bo'lish kerak va ishlatadigan vositalaringiz ham shunga mos bo'lish kerak. To'g'ri egiluvchanlik, moslashuvchanlik, kerak paytda xo'p deyish, kelishib keta olish ham bo'lish kerak. Lekin uni birlamchi ko'rsatkichlari bor. Xuddi shunga o'xshab, deylik ayol kishida ham bu deganiki, u faqat xo'p deb ketish kerak, faqat kulib turish kerak degani emas. Lekin bu elementlari ham bo'lishi kerak albatta. Chunki buni bizda ijtimoiy rol degan narsalar bor. Har xil vaziyat bo'ladi. Bir-birimizdan bo'ladigan kutilmalarimiz bor. Ana shuning uchun deylik, va bu yerda hech tepaga yoki tabiatga da'vo qiladigan joyimiz yo'q. Bizga shu darajada hamma narsa berib qo'yilganki, hech da'vo qiladigan, hali xafa bo'ladigan yoki arazlaydigan joy. Menga ko'pincha kelib, mana shuncha harakat qilsam ham bo'lmayapti deb odamlar xafa bo'lib gapirsa, men aytaman, hamma narsa berilgan. Sog'lom psixikami? Demak, u qila oladi shuni. Faqat bu yog'i o'zimizning harakatimiz. Demak, o'z vaqtida shakllanmagan bo'lsa, endi sekin shakllantirish kerak. Chunki qaysi bola tortinchoq bo'lsa, deylik, ota-onalar "Ke qo'y tegmay" deyshadi. U tegmagandan foyda yo'q. Odam ijtimoiy mavjudot. Bu deganiki, odam jamiyat ichida yashaydi. Odam boshqa odamlar bilan muloqot qiladi va shuning uchun gapirishni o'rgatishimiz kerak, qattiq yordam berib borishimiz kerak. Mana bugun o'sha temperamentlar haqida ham gapirsak, mana introvert, ekstrovert, tug'ma kam gapiradigan, tug'ma ko'p gapiradigan odamlar bor. Lekin bu degani boricha qolib ketaversin emas. Baribir ham o'sha hayotga qarab, ijtimoiy o'sha vaziyatga qarab, bu ikkinchidan, birinchidan o'sha ijtimoiy rollarimizga qarab, yosh davriga qarab baribir ham ochib oladigan narsamiz bor. Yetmaydigan joyini rivojlantirishga harakat qilish kerak. Ko'paytiramiz, lekin bitta narsa borki, mana bu yerda buni bilish kerak. Tug'ma faktor degan narsa bor-ku, tug'ma faktordan ortig'ini juda ham qilish qiyin. Shuning uchun bizda ko'pincha charchoqlar, stresslar, asab sistemasini ketishi shundan bo'ladi. Deylik, odam o'zi tug'ma faktori, hali faktori deyman, boshqacha bo'ladi-da, lekin odam qanaqadir ijtimoiy rolda yoki qanaqadir munosabatlarda, qanaqadir deylik o'sha nimadir vaziyatlarda o'ziga nimasidan ko'proq, o'ziga to'g'ri tug'ma faktoriga to'g'ri kelmaydigan yoki yosh davriga to'g'ri kelmaydigan yoki jins deylik o'sha tug'ma faktorlarga to'g'ri kelmasdan moslashishga ko'p majbur bo'lsa, u haligi o'zini bor tabiiy narsasini emas va shakllangan narsasi emas. Hali men qo'l aytaman, cho'ntagiga bekitib qo'ygan narsasini ishlatib berishga majbur bo'lgandek bo'ladi. Ya'ni zapas zaxirasidan olib ishlatadi. Chunki uni me'yoriy ish emas. Va o'shani hisobiga keyin odam tezroq charchaydi va stressimiz shundan bo'ladi. Deylik, asab sistemasini ketishi ham shundan bo'ladi. Va keyin ketma-ket buni ham bir keyin psixologiyani aynan tibbiyot bilan bog'lanadigan bo'lgan joyini keyin 1-2 safardan keyin ko'rib chiqamiz. Shu
narsalar shuning uchun juda ham muhim va shuning uchun ko'pincha deylik bizga eng ko'p mana murojaat qilishganda kelin kuyovlarni olsa yosh oilalarda juda ko'p savol kulardim, nima deyishardi, uchrashuvga chiqqanda boshqacha edi-yu yoki uchrashuvda menga boshqacha gaplarni va'da qiluvdilar, boshqacha edilar deyishadi. Keyin men kulaman, endi juda ehtiyot bo'lib gaplashiladi, hech kimga ortiqcha gap, nima deydi, vaziyatga xalaqit beradigan gaplar baribir ham imkoniyat qadar gapirilmay, vaziyatga yordam beradigan ma'lumotlar berildi va o'shanda keyin tushuntirilardi. Bu ijtimoiy roldan kelib chiqilgan. O'zi odamni tug'ma faktori bor. Ya'ni tegi kam gap introvert odamlar, ular tegi o'zi kam gap bo'ladi. Mana bu haqda mana gapiradigan bo'lsak, baram shu tema mavzuga kelamiz. Mana odamni deylik xulq-atvoriga, uni shakllanishiga, uni xarakteriga ta'sir qiladigan tug'ma faktorlar bor. Deylik, bu o'sha jins psixologiyasi dedik, mana temperament degan tushuncha bor, yosh davri psixologiyasi bor, qadriyat milliy tushunchalar deymiz, baribir ham ular bor. Keyin deylik ijtimoiy yana shakllanadigan ustiga bo'ladigan, lekin ular baribir ham bo'ladi. Mana ko'pincha biza darslarda bizdan so'rashadi yoki qanaqadir korxonalarda uchrashuvlar bo'lsa, temperament desak, xarakteri deyishadi. Mana nima deb o'ylaysiz, temperament bilan xarakter bitta narsami? Har xil narsa. Har xil narsa. Mana rahmat, siz endi bilasiz, lekin kimlardir o'ylashi mumkin bu bitta narsa. Lekin u har xilligi nimada? Mana temperament bu tug'ma ko'rsatkich. Temperament bilan biz tug'ilamiz, temperament bilan biz ketamiz va temperamentni biz korreksiya qila olamiz, ya'ni ozgina o'zgartira olamiz. Lekin butkul yo'q, fundamental o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi kunda ayrim endi nima deydi, imkoniyatlar ko'payib, qayerdadir odamlar o'zini fundamental ko'rsatkichlarini ham o'zgartirishyapti, deylik. Shuning uchun bu yog'iga endi deylik hamma har xil qadriyat bo'yicha qaralganda men maslahat bermayman. Avvalambor deylik, bu qanaqadir g'oyaviy tomondan, ikkinchidan bu deylik nima deydi, odamni o'zini sog'lig'iga ham ziyon, chunki ming odamni shakli yoki usti o'zgartirilgani bilan odamni tug'ilgan psixik jarayonlari, prosesslari va o'sha fiziologik prosesslari ular baribir ham ishlayveradi va unda deylik odam qanaqadir ijtimoiy muammodan qutulishi mumkin, lekin fundamental muammodan baribir ham qutulmaydi. Chunki deylik jins o'zgartirilgan bilan muammo hal bo'lmaydi yoki qanaqadir ijtimoiy rolda sakrab o'tib ketgandan muammo hal bo'lmaydi yoki nimanidir yashab o'tmasdan mana endi menda bor-ku deb o'ziga ishontirish u ham bo'lmaydi. Nima deydi, o'sha tabiatda o'zini bergan, inom qilgan o'zimizni sifatlarimiz bor, ko'rsatkichlarimiz bor, xususiyatlarimiz bor, ularni o'zini yashash programmalari bor deylik. Bu bizga bog'liq emas, bu meditsina sohasiga tegishli, deyman, fiziologik o'sha nima deydi, fundamental faktorlarimiz bor va psixologiyada ham shunaqa, ya'ni o'sha psixikamiz ichida tug'ma o'sha psixik proseslar bilan asosida shakllangan psixologik faktorlar bo'ladi. Ya'ni masalan o'sha temperament yoki xarakter nimaga so'radim, bizga ko'pincha murojaat qilishganda, voy gapirmaylar, maqtamanglar yoki to'xtamay gapiraveradi, charchab ketaman bu deyiladi, keyin tekshirilganda ko'riladi. Ha, demak tug'ma o'sha mana temperament asosan nimalarni ko'rib chiqadi? Temperamentda birinchi ko'rsatkich bu o'sha muloqot. Ekstravertlar bor, muloqotda ochiq odamlar. Bu tug'ma faktor. Va introvertlar bor, muloqotda yopiq odamlar. Keyin hayot o'zi bizani korreksiya qilib, kam gapiradiganlarni ham ko'p gapirtirishi mumkin, ko'p gapiradiganlarni o'zi urib kam gapirtirishi mumkin. Lekin haligi mundoq qilib sinab ko'radigan joyi nimada? Ming ko'p gapirsa ham introvert ichligini aytmaydi. Voy, har xil gap gapirib berishi mumkin sizga, to'xtamay 2 soat gapirishi mumkin. Lekin o'zini uyini, ichini, sirini shundan bilsa gapirmaydi. Ha. Shuning uchun uni ham bilish kerak. Ya'ni bu ham tug'ma faktor. Lekin introvertni ichidagini o'sha chiqazib olish uchun bu ham mehnat. Lekin u ham me'yorda baribir ham bo'lishi kerak. Men introvert ekanman, shuning uchun gapirmayman deb o'tiravergandan ham foyda yo'q. Kimnidir sog'lig'i ketadi shuni hisobiga. Ichiga majbur qiladi. Yutib. Kimdir ijtimoiy munosabatlarda xalaqit berish mumkin. Baribir ham me'yoriy darajada ochilish jarayoni bor. U deylik uni fiziologik jarayoniga tegmaymiz, lekin me'yoriy darajada ochilish bor. Ekstravertlar ochiq dedik, introvertlar yopiq dedik. Demak, uni ham o'ziga yarasha ekstravertlarning ham o'zini tug'ma faktori, ular muloqotda ochiq bo'lishadi. Chegaralarni uncha hisobga olmay, gaplashishni yaxshi ko'rib, ichidagini gapirib berib, siz ichingizdagini eshitib, muloqotda ochiq odamlar. Nafaqat miqdorda, ular ichidagi sifati bilan ochiq bo'ladi. Ekstravertlarga o'tirsangiz, bir pasda nechta bolasi borligini ham eshitasiz. Qanaqa ishda ishlaganini ham, kimnidir masalan deylik, temasi, mavzusi bo'layotgan bo'lsa, bir pasda o'zini mavzusini ham eslaydi. Yaxshi emas, yomon emas, bu shunaqa. Ya'ni ekstravert
psixikamiz shunaqa qilgan, belgilagan. Ekstraversiya degani muloqotda ochiq, odam ochiq bo'ladi boshqa odam uchun. Introversiya bu yopiqroq degani, yaxshi emas, yomon emas. Bu agar me'yoriy darajada bo'lsa, bu juda xalaqit bermaydi. Ya'ni bu nima degani? Bizning shaxsiy programmamiz bo'yicha baribir biz o'sha tug'ma faktorlarimiz ishlaydi. Lekin ijtimoiy munosabatlarda muammo qachon bo'ladi? Qachonki bizani bu deylik o'ta kam gapirishimiz bizani qanaqadir vaziyatimizda xalaqit bersa. Bo'lmasa buni muammo deyilmaydi. Ya'ni masalan juda kam gapligimizdan kim bilandir deylik muloqot o'rnata olmasak, yaqin o'rtoqlarimiz bo'lmasa yoki deylik oilada bo'lsa muomala qila olmasak yoki qanaqadir ijtimoiy rolda bo'ladi-ku, ishxonalarda baribir muloqot qila olish kerak. Qanaqadir vaqt deylik o'rganib keyin kirishib ketish kerak. Ana o'shalarda xalaqit bersagina muammo deb qaraymiz. Va bu o'sha xalaqit berayotgani odamni o'ziga xalaqit bersa, keyin psixologga murojaat qilinadi. Bo'lmasa odam o'zi buni bilib, ha, men buni nima qilyapman, o'sha muammoni ko'rganda haligi rus tilida problemniy zona deymi, ya'ni o'sha muammoli qanaqadir joyim bor ekan, nimagadir bu joyda ham kam gapirar ekanman yoki bu joy yoki qanaqadir muammoim aynan qanaqadir bosqichdan keyin boshlanyapti deb keyin ishlanadigan narsa. Ya'ni tushundik, ekstravertiya, introversiya bu shunaqa narsaki, bu tug'ma faktor. Qayerdadir kimdir ochilib gaplasha oladi, kimdir gaplasha olmaydi. Va bu narsa qachonki qanaqadir me'yorlardan, qonun qoidalardan, chegaralardan o'tib, qadriyatlarni hisobga olmasdan, ijtimoiy rollarni hisobga olmasdan, munosabatlarni hisobga olmasdan, odamning o'rnini hisobga olmasdan xalaqit berishni boshlasagina, keyin buni muammo deb qaraymiz va uni keyin korreksiya qilamiz. Shuning uchun bu yerda ham baribir ham olganda yana ota-onalarga o'sha yoshlikka taqalamiz. Bola sekin o'sayotgan paytda unga me'yor degan tushunchani, mayligi juda ko'p gapiradigan bolaga, chegarani bilmaydigan bolaga ozgina chegara, hoy, chegara bor deb o'rgatamiz. Aksincha juda yopiq bo'lib, hali bir chekda o'tiradigan bolaga, hoy, chiq bu yoqqa. Chiq. Me'yorda gaplashishni bilish kerak. Baribir ham me'yorda biz odam ijtimoiy mavjudot, ya'ni biz jamiyatda yashaymiz, boshqa odamlarning orasida yashaymiz. Me'yorimizda biz o'sha atrof muhit bilan to'ppa-to'g'ri muloqot qilishni bilishimiz kerak. Bu bizga kerak. Umuman olganda bu jamiyatga, oxirida jamiyatga taqalamiz, lekin birinchi o'chirda bizga kerak baribir ham. Shuning uchun bu narsalarni o'rganiladi deylik. Mana bu agar o'sha muloqot oladigan bo'lsak, juda ham ekstraversiyamiz kuchli bo'lib, hamma narsani chegarasi gapirsak, qayerdadir chegara qo'yishi, qayerdadir me'yorlarni bilishi, qayerdadir o'sha miqdorini ham bilishi, to'xtamay 3 soat gapirilganda ham odam charchaydi. Qayerdadir deylik, agar bu bizani sifatimiz munosabatlarga xalaqit bersa, uni hisobga olishni bilishimiz kerak. Keyin sekin korreksiya bo'ladi. Lekin uni ham o'sha bilasizmi, bilib o'rnida juda to'g'ri qilish kerak. Ya'ni birdan kesib tashlash ham bo'lmaydi. Mana qarang, odamning yoshi bitta narsa bor, balki kimgadir kerak bo'lib qolar. Odamning yoshi qancha katta bo'lsa va qanchalik bu ijtimoiy roli shakllangan bo'lsa, shunchalik birdan uni ketkizib bo'lmaydi. Bu yig'ilib bo'lgan. Masalan, o'zi shakllanib bo'lgan suyi sinadi, to'g'rimi? Chunki o'zi shakllanib bo'lgan. Mo'rt suyi egilishi mumkin. Unda egiluvchi xuddi shunga o'xshab odamning fe'li ham, xarakteri ham shunga qarab. Yoshimiz katta bo'lgan sari bizani strukturamiz, o'sha psixikamiz deymizmi, xarakterimiz deymiz, boshqa joyimiz deymiz, sifatlarimiz deymiz, o'rgangan narsalarimiz deymiz, odatlar deymiz-ku, shakllanib bo'lgan bo'ladi. Bu deganiki tegma degani emas, lekin shuni hisobga olib qilinadi. Mana men o'zim aytamanki, 3 yillardan oshgan odatlarni o'zi sekinroq ishlanadi. Chunki 3 yillarda men mana ko'rganman, tashqaridan keladigan narsa ichimizga kirib joylashar ekan. Endi u aynan 3 yil emas, plus minuslari bilan. Deylik, ekstravertlarda ozgina tezroq bo'lishi mumkin, chunki ular tezroq kiradi munosabatga. Introvertlarda ozgina sekinroq, lekin baribir ham sekin yig'ilib, o'zi kiradi ichimizga. Va agar o'sha kirgan narsamiz keyin bizani ichki nimamizgadir to'g'ri kelmasa, bu ichki nizo bo'ladi. Agar deylik, bu kirgan narsamiz, shakllangan narsamiz boshqa odamlar bilan muloqot qilishimizda xalaqit bersa, bu ijtimoiy nizolar, shaxslararo nizolar bo'ladi. Shuning uchun avvalambor ishlaganda ham juda ham ehtiyot bo'lib ishlanadi. Va o'tgan safar menimcha aytuvdim, deylik, qanaqadir o'sha muammolar yoki vaziyatlarda o'tirib juda ko'payib ketib, o'zi bizani xarakterimizdan ham o'tib, deylik, psixikamizdan ham o'tib, o'zi ichki asab sistemamizga, ya'ni tashqaridan kirib, oldin deylik, miyamiz charchash boshlanadi. Lekin bu keyin yig'ilib bizani fiziologik
ko'rsatkichlarimizga ta'sir qilsa, bu уже meditsina ko'rsatkichi bo'ladi va unda meditsina xodimlariga, doktorlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, juda stressda turgan odamni birdan stressdan chiqishdan foyda yo'q. Bu yana unga yangi stress olib kelishi mumkin. Birinchi o'sha stress yechilib, odamning asab sistemasiga, stressni ham alohida mavzu qilib o'tamiz, chunki uni nimaligini juda sodda tilda tushunish mumkin. Deylik, odamni qanaqadir me'yoriy darajaga keltirib, uni qulog'ini eshitadigan, ko'zini ko'radigan, qabul qiladigan, psixikasini o'sha o'zgartirib emas, iloji boricha adekvat, ya'ni buzmasdan, o'zgartirmasdan chizadigan darajaga olib kelinganda, ya'ni bu o'sha asab sistemasi o'ziga keltirilganda, keyin psixolog ishi boshlanadi. Ya'ni bu kim birinchi, kim ikkilamchi, kim to'g'ri, noto'g'ri emas. Ya'ni bu yerda mana nimaga qaraymiz? Birinchi baribir ham odam fiziologik strukturasi bor. Shuning uchun bolalarimizda ham ba'zi vaqtda mana bizga ba'zi vaqt murojaat qilishadi, voy bolam siyib qo'yadi masalan. Uni so'raladi, keyin doktorga olib bordingizmi deyman birinchi. Ha, lekin doktor muammo yo'q dedi desa, demak, ha, demak bu psixika bilan bog'lashimiz mumkin. Ya'ni nima uchundir bolani kunduzi boshi o'ta charchaydiki, kechqurun o'ta o'chib uxlaydi va signalni eshitmay qoladi. Chunki mana fiziologik, mana rahmat, ko'zingizdan tushundim, что rostdan ham tushundingiz. Fiziologik reflekslar ular sog'lom tana signal beradi. Signalni bizani ruhiyatimiz qabul qilib nom bera olish kerak. Lekin butkul o'chganda bo'lmaydi. Shuning uchun ayrim yomon odatlar shu narsada xalaqit beradi. Chunki ular shu ilvoladigan joyi o'chirib qo'yadi. Shuning uchun hatto shundaymi, biz men aytibman, bolangiz nima ko'p charchaydimi yoki ko'p gap eshitadimi yoki nimaki, nimadan o'ta charchaydiki, ishlamayapti agar doktor sog' degan bo'lsa deb. Tushuntira oldimmi? Xuddi shunga o'xshab qanaqadir har xil. Hozir deylik, o'sha aniq mavzularda bu yana ham yaxshiroq tushunadi, lekin umumiy narsalar ham juda ham yaxshi tushuntirish beradi. Chunki hech bo'lmasa kim odam biladi qayerga kimga borishi. Men endi o'sha voy menga emas birinchi u yoqqa deganda baribir ham shu qisman tushuntirib beraman. Psixologikda davolash bo'lmaydi. Endi davolash degan so'zni qonun bo'yicha ishlatib bo'lmaydi. Korreksiya qilinadiki, ya'ni yordam beriladi psixologik tomondan. Chunki meditsina sohasida davolash degan so'z ishlatiladi, psixologiya sohasida korreksiya qilish, yordam berish, to'g'irlash degan so'z ishlatiladi. Chunki u nima deydi? Shakllangan narsani korreksiya qilinadi. Chunki psixik muammolar boshqa, uni psixiatrlar ko'radi, ha, u davolanadi. Psixologik u boshqa. Ya'ni psixik muammolar degani bu meditsina ko'radi, nimaga? Psixika funksiyasini bajarmayapti. Shuning uchun yerda doktorlar yordam beradi. Psixologik muammoda psixika funksiyasini bajaryapti. Faqat qayerdir sal korreksiya qilish kerak. Ha, qayerdir noto'g'ri bo'lyapti. Reallikka to'g'ri kelmayapti degani. Psixik jarayonlarda qayerdir ishlamasligi mumkin. Masalan, u belgi ham bermasligi mumkin. Psixologik jarayonlarda o'sha belgini beradi, faqat har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Albatta, xarakteri shakllantirilganda o'sha temperament ham ta'sir qiladi, jins psixologiyasi ham ta'sir qiladi, ong osti psixologiyasi ta'sir qiladi, yashaydigan muhitimiz, yosh davrimiz hammasi ta'sir qiladi. Lekin baribir ham nima deydi, u birdan unda o'ynab kulib bo'lib qoladigan narsa emas. Lekin xarakteri ishlasa baribir ham o'zgartirish mumkin. Qanaqadir miqdorini o'zgartirsa bo'ladi. Temperamenti yo'q, korreksiya qilamiz. Shuning uchun ko'pincha temperament, biz har doim aytamiz, temperamentni men ustida korreksiya qilib ishlaganda ham o'ta charchagan paytimizda, deylik, e'tiborimiz sal kamaygan paytda, diqqatimiz kamaygan paytda o'sha bori chiqib keladi. Shuning uchun ko'pincha deylik, qanaqadir kasblarda, qanaqadir ijtimoiy rollarda, munosabatlarda odamni deylik qanaqadir kutmagan vaziyatga qo'yishadi ba'zi vaqtda. Kimdir shunaqa tekshirib ko'radi. Biz mana ko'p korxonalarda ishlaganimizda ayrim korxonalar o'zi aytgan, bizga shu odamni aynan diqqati kerak yoki bizga odamni o'sha bori reflekslari kerak deb shunaqa narsalar tekshirib ko'riladi. Ya'ni deylik, o'sha aql programmasini ozgina chetga olinganda, chalg'itilganda, bizning til bilan aytganda, odamni bor strukturasidagi narsasi chiqib keladi. Shuning uchun temperament bu o'sha tug'ma faktor. Endi temperament desa, xarakter bu shaxsimiz tarbiyalanib, o'sha amaliyotdagi xatti-harakatlarini asosida turadigan narsa, deylik, shaxsi. Bu xarakter deyiladi. Ya'ni kimdir xarakterini va egiluvchan ekan, kimdir yumshoq ekan, kimdir kelishib bo'lmas ekan deymiz-ku, bu xarakter bo'lishi mumkin, lekin uni tagida temperament ham turishi mumkin. Ba'zida bu faqat xarakter o'zi ham bo'lishi mumkin. Lekin temperament bilan xarakter ko'rsatkichlarimiz juda farqli bo'lsa, odamni charchatadi. Mana shuni hisobga olish kerak.
shuning uchun hozir mana juda ham har xil operatsiyalar qilib nimalardir o'zgartirishganda keyin aytaman hoy mana balki kimdir eshitar baribir ham tug'ma faktura ishlayveradi ong osti psixologiyasi ayol kishiniki ayol jinsi bilan ayol gormonlari bilan tug'ilgan u baribir ham ayol kishini signalini beradi erkak kishini signalini beradi mayli bizada ko'p bu masala juda ko'p emas lekin juda chetda ko'p deb eshitdim endi o'zim internetga kirmayman uncha bilmayman lekin eshitdim shu masalani ana o'shanda ichki nizolar ichki kelishmovchiliklar juda ham ko'payib ketishi mumkin yoki deylik odamni tug'ma temperamenti boshqachada fe'li lekin hozirgi ijtimoiy roli hozirgi munosabati hozirgi nimadir kutilmalar birov kutilmalar u o'zini butkul boshqacha qiladi bu charchog'i beradi bu nima bo'lganda ham charchog'i ya'ni deylik masalan bizni me'yorda turishimiz ham kerak o'tirishimiz ham kerak deylik odam yotib ham dam olishi kerak faqat 24 soat tursa odam charchaydi xuddi shunga o'xshab agar odam faqat 24 soat yotsa unda ham charchaydi odamni hamma funksiyalari ishlashi kerak xuddi shunga o'xshab deylik o'sha odamni tug'ma fakturasi bormi u ishlashi kerak lekin o'ta ko'p ham ishlash kerak emas unda odam charchaydi stress bo'ladi yoki juda ishlatilmay qolib ketmasligi ham kerak unda ham chunki uni yig'ilmalari nimadandir ta'sir qilib buzishni boshlaydi shuning uchun o'z vaqtida o'z davrida bo'lishi kerak faqat o'sha deylik har bitta temperamentni o'ziga yarasha deylik biza plyus minus deymiz-ku qanaqadir ko'rsatkichlari bor o'shalarni korreksiya qilishimiz kerak jamiyatimizni deylik qadriyatidan kelib chiqqan holatda millatni qadriyatidan kelib chiqqan holatda dinni qadriyatlaridan kelib chiqqan holatda o'sha ijtimoiy rol oila o'sha qadriyatlardan kelib chiqqan holatda ularni korreksiya qilish kerak ya'ni ba'zi vaqtda aytamiz mana bizani millatimizda va uyat degan tushuncha ishlatiladi ko'proq shuning uchun demak nimadir hisobga olinish kerak yoki qayerdadir aksincha deylik hech narsa hisob hammasini o'zi o'sha xarakterlar o'sha juda ham ko'p qadriyatlarni va odamni tabiiy strukturasini hisobiga olib keyin shakllantiriladigan narsa ularni asosida keyin shaxs strukturasi turadi uni psixologik apparatni tushuntirganda tushuntirib beraman va mana demak o'sha temperament olsak tug'ma faktor ekstravert introvert tug'ma muloqotda ochiq odam bor tug'ma muloqotda ochiq emas yopiq odam bor bu nima degani ochiq yopiq degani faqat bu miqdor emas ko'p gapiradi kam gapiradi emas chunki juda ko'plarda bu ko'p gapirar ekan kam gapirar ekan degan bizda savollar juda ko'p bo'lgan yo'q bu unisi ham bo'lishi mumkin lekin unga plyus ko'p gapirsa ham ichidagini aytib bermasligi mumkin introvertlar ko'p gapirsa ham aytib bermaydi ekstravertlar kam gapirsa ham lekin gapirib berish ehtiyoji bo'ladi shuning uchun uni ham buni ham hisobga olib me'yoriy qanaqadir korreksiya qilinadi va yana bittasi asab sistemasiga qarab bo'ladigan neurotizm shkalasi deyiladi ya'ni asab tizimini ishlash darajasiga qarab masalan deylik uni keyingi safar olib kelib ko'rsatishim mumkin sxemasi bor neurotizm shkalasi qancha past bo'lsa shunchalik bosiq nizoga moyil emas asab sistemasi baquvvat deymiz neurotizm shkalasi qancha tepada bo'lsa asab sistemasi shunchalik tezroq bo'ladi neurotizm shkalasi baland bo'lib lekin introvert yopiq odamlarda nimaga moyillik ko'proq bo'ladi ming asabi o'ynasa ham ko'rsatmaslikka unisini ham o'ziga yarasha plyus minusi bor bunisini ham o'ziga yarasha plyus minusi bor endi shu narsalar hisobga olinishi kerak bo'ladi qanaqa temperamentlar bor rahmat savolingiz uchun 4 ta tug'ma temperament bor ya'ni bu o'sha ekstraversiya introversiya shkalasi bo'ladi ya'ni muloqotda ochiq odamlar bor ekstravertlar muloqotda yopiq odamlar dedik va ekstraversiya shkalasida ikkita temperament bor bu xoleriklar va sangviniklar masalan xoleriklar muloqotda ochiq odamlar bilan tez muloqotga kirishishadi qiziquvchan bo'lishadi deylik o'sha odamlar bilan chiqishib bo'linglar kelinglar deb xatti harakatlarda odamlar bilan yaxshi chiqishadi muloqotga kirishadi odamlardan qochishmaydi lekin o'sha aytganimdek neurotizm shkalasi tepada bo'ladi va shuning uchun ularda ochiqlik oxiri asab tizimlari bilan bog'langan bo'ladi ya'ni asab sistemalari faolroq qatnashadi va bu muloqotda ularda chegarani ozgina buzish hisobga olmaslik boshqa odamlarni ozgina asabiga ko'proq tegib qo'yish o'sha asab sistemasini hisobga olmasdan muloqotga ko'proq kirishib ketish moyilligi bo'ladi ya'ni ularda deylik o'sha ozgina o'sha asab sistemasini tezroqligi deylik ekstravert va sangviniklar ularda nima bo'ladi ular ochiq odamlar lekin ularda neurotizm shkalasi tepada emas pastroqda bo'ladi shuning uchun ular ming ochiq bo'lishadi ular ham deylik ichidagini ayta oladi odamlar bilan tez chiqishadi lekin ularda asab sistemasi bilan birgalikda aql
aql deganiki u tepadagilarda aql kam emas, sekundlardagi farqi bo'ladi ularda. Sekund va milligram. Bularda deylik o'sha asab sistemasini baribir ham aql ozgina kontrolni ko'proq qiladi. Ha. Lekin bu yaxshi yomon degani emas. Mana bitta narsa bor bizda ba'zi bir joylarda eshitganman, o'qiganman, ha demak bu yaxshi, bu yomon. Mana o'zimizni sohani nimaga hurmat qilaman, yaxshi ko'raman? Psixologiya fanida yaxshi yomon degan so'zni o'zi yo'q. Xoleriklarning o'ziga yarasha plyus minusi bor, sangviniklarning o'ziga yarasha plyus minusi bor. Har bitta odamning o'ziga yarasha shular keyin ishlanadi va korreksiya qilinadi. Chunki aytganimdek, temperamentni o'zgartirib bo'lmaydi, korreksiya qilinadi. Mana sangviniklar bilan xoleriklarning farqi ular ikkalasi ham ekstravert, odamlarni yaxshi ko'rishadi. Lekin xoleriklarda ozgina chegara tizimi kamroq va sekinroq ishlaydi. Yo'q, hissiyot. Va chegarani qo'yishga ozgina kechroq qo'yishadi. Shuning uchun nizoga kirib ketishganini, kimnidir tam tinchini buzish, asabini har doim ham sezishmaydi. Sangviniklarda bu aql programmasi milligram ko'proq ishlaydi va shuning uchun ming ochiq bo'lsa ham keyin o'ylab ko'radi, kerakmi, kerak emasmi. Lekin xoleriklarning plyusi ba'zi vaqtda yordam berish kerak bo'lganda ular o'ylab o'tirmaydi. Ular ketdik vatan uchun deylik, korxona uchun, oila uchun, yuringlar, turinglar, subbotnik qilamiz, yordam beramiz ham shular qiladi. Shuning uchun yaxshi yomon narsani o'zi yo'q. Uni faqat korreksiya qilish kerak. Shuning uchun men aytaman, ba'zi vaqt ishlaganda nimagadir mana bunaqa bo'lsa, men aytaman, ozgina ko'payib ketgan bo'lsangiz, ozgina kamayishni o'rganing. Yoki kimgadir kamayib ketgan bo'lsangiz, ozgina ko'payishni o'rganing deyman. Deylik o'sha sangviniklar ham juda yaxshi lider, ularda tug'ma liderlik ham juda kuchli. Nimaga? Chunki ular ham ochiq, ham deylik ma'lumotni yaxshi qabul qilishadi, ham o'ylab ham ko'rishadi. Lekin xoleriklardan farqli o'laroq ba'zi vaqtda o'ylash kerak emas bo'lgan joyda ham ular o'ylashadi. Tushuntira oldimmi? Shunga yarasha plyus minuslari bor. Shuning uchun va deylik ba'zi vaqtda deylik bu temperamentda ijtimoiy rol degan narsalar bor. Ularda tug'ma moyillik bo'lgani uchun ba'zi vaqtda nimadir hisobga olinmasligi mumkin. Shu narsalarni hisobga olish kerak faqat. Endi introversiya tomonini qaraydigan bo'lsak, flegmatik va melanxoliklar bor. Ya'ni bular muloqotda yopiqroq odamlar, deylik o'sha bularda tug'ma o'zi psixik jarayonlarni o'zida deylik shunaqa shakllanganki, tug'ma ochilish ehtiyoji yo'q. Va shuning uchun bu temperamentda tug'ilgan odamlarning o'zida ham tug'ma ochilishga ehtiyoj bo'lmaydi. Ijtimoiy shaxs sifatida muloqotga kirishadi boshqa, lekin deylik ular juda anaqa qilmaydi. Ichidagini aytib bermaydi. Farqi faqat nimada? Ikkalasi ham introvert desak, mana aytdik, neurotizm shkalasi balandroq bo'ladiganda melanxoliklar mana bitta teparoq edi. Ular yopiqroq bo'lgani bilan, lekin ularda asab sistemasi, nerv sistemasi, o'sha deylik his-tuyg'u sistemasi ko'proq ishlaydi. Va endi tasavvur qiling, ularda nima bo'lishi mumkin? Bizga kelsa ular ko'proq nima muammo bilan keladi? Bir tomondan his-tuyg'u kuchli, hissiyotga berilib ketdi, lekin gapirmaydi. Ichida qolib ketadi. Shuning uchun bu odamlarda ko'proq asab sistemasi buzilishi bo'lishi mumkin, stress kuchliroq bo'lishi mumkin. Flegmatichniy odamlarda deylik, ular ham yopiqroq, lekin shunga yarasha o'zi deylik qo'zg'atuvchisi ham kamroq bo'ladi. Ularni deylik yaxshi emas, yomon emas, lekin ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Menga kerak emas deb qanaqadir munosabatlardan qolib ketishi mumkin. Ya'ni bu o'sha bizning xarakterimiz asosida turadi. Lekin undan tashqari xarakterimiz asosida o'sha qaysi oilada millatimiz, millat ko'rsatkichlari turadi, jins ko'rsatkichlari turadi, yosh ko'rsatkichi, o'sha milliy ko'rsatkichlar deylik. Masalan, o'zbek millatining o'zini qanaqadir qadriyat sistemasi bor, boshqa millatning o'ziniki. Shular ham bizning xarakterimizga ta'sir qiladi. Bir xil temperamentli ikkita millatli odam har xil xatti-harakat qilishi mumkin. Va bundan tashqari oila modeli degan narsa bor va hattoki bir xil millatli odamlarda ham oilaviy ko'rsatkichlari har xil bo'ladi. Buni ko'pincha deylik qaysi davrlarda hisobga olmasak ham, lekin keyin bolalarimiz katta bo'lganda, turmushga bermoqchi bo'lganimizda, kelin olmoqchi bo'lganimizda baribir ham qaraymiz. Chunki oila modelini ham o'rni bor nimada? Men ekstravert bo'lsa ham, kimdir, "Hey, joyini bil, chegarangni bil" deb oila modeli bo'yicha o'stirish mumkin. Bu oila falsafasi, qadriyati, me'yorlari deylik. Kimdir unaqa demasligi mumkin. Qonunni buzmasang bo'ldi. Kimdir aytadiki, faqat deylik qonuniy, ijtimoiy anaqalarni hisobga ol. Kimdir aytadiki, boshqalarning qo'ynini ham hisobga ol. O'shalar tomonidan keyin oilani beradigan nima deydi, oxirgi bo'yoqlari, endi oxirgi deymiz, bu tabiiy sifatdan qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy sifatdan qaraydigan bo'lsak, boshlang'ichi bo'ladi. Ko'plar aytadi, haligi onasini ko'rib qizini ol degan narsalar yoki qush uyasida ko'rganini qiladi degani aynan shu oila modeliga to'g'ri keladi. Chunki boshida bola unda o'zini ko'rsatkichlari, tabiiy ko'rsatkichlari ko'proq bo'ladi, ijtimoiy ko'rsatkichlari, tam ilmiy, tam yana qanaqadir ko'rsatkichlari kamroq bo'ladi. Shuning uchun aynan
borini oladi. Va shuning uchun o'tgan safar ham aytdim, immunitet degan narsa bor. Mana buni ko'proq meditsina bilan bog'laymiz. Ya'ni o'sha immunitet kuchliroq bola kam kasal bo'ladi deymiz yoki immunitet kuchliroq odam deylik sovuqda ham chiqib ketdi, kasal bo'lmadi. Xuddi shunga o'xshab u bizani fiziologik immunitetimizni ko'rsatadi. Bizani psixologik immunitetimiz bu dunyoda nima, mana ko'rdik, nima ma'lumotlar bor, nima ma'lumotlar yo'q. Juda ham kerak narsa, ayniqsa nima uchun o'sha psixologik immunitet, qanaqa vaziyatga tushsak, kim bilan gaplashsak, muloqotga bo'lsak, qaysi ijtimoiy rolda bo'lsak, nima ma'lumot eshitsak, o'qisak, psixologik immunitet bizga o'shani ajratib beradi. Shuning uchun o'zi psixologik immunitetda ham o'zi 3 ta ko'rsatkichi bor. Filtr, ya'ni o'zimda qariydi, psixika maniki emas, kerak emas. Tamam, menga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi, o'sha filtr qilib beradi. Va shunga qarab, ikkinchisi haligi himoya funksiyasi. Meniki ekan ko'raveraman, yoki meniki emas ekan ko'rmayman, yoki eshitmayman, yoki bu yoqqa kirmayman degan narsani ikkinchisi. Va keyin shunga qarab xatti-harakat, adaptatsiya. Filtr, himoya, adaptatsiyani birinchi blok immunitet qilib beradi. Rasmni chizib beradigan narsa o'sha. O'sha rasm chizilishi uchun o'sha odamning ichida o'sha narsa bo'lishi kerak, shakllangan bo'lishi kerak. Uning uchun u o'sha aytgandek tabiiy omillardan plus oilada o'sha shakllantirilgan narsadan kelib chiqadi. Shuning uchun aytyapman, nechta muammolar bilan ishladik, qanaqa vaziyatlar bilan ishlamadik, baribir ham oxiri o'sha narsaga taqalib olamiz. Chunki qanaqadir uni yosh davrida aniq qilib aytib beraman, qaysidir xudo xolasa, qaysidir ko'rsatkichlar bu yoshda shakllanadi. Shuning uchun aytaman, unda oylab gapirilganda unaqasiga oxiri qaysi yosh nima vaziyat yoki so'zda odam kelib to'xtab qolsa aytaman, demak bu shu yoshi shunga qarab aniqlash mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lib ishlanadi. Chunki mana bizda birinchi blok immunitet, erta psixika bizga rasm chizib beradi. Keyin ikkinchi blok immunitet bor, tafakkur ishtirok etadi. Lekin ungacha hali yashab yetib olish kerak. Chunki deylik, qaysidir yosh davrlarida ikkinchi blok har doim ham teg ishlamaydi. Qaysidir juda kichkina yoshda. Keyin bola o'sgan sari u ikkinchi blok ham ishlaydi. Lekin u to'g'ri ishlayaptimi, savodli ishlayaptimi, o'ziniki bo'ladi. Bilmaymiz. Chunki ikkinchi blokda o'sha tanqidiy qarash, alternativ qarash degan narsalar bo'ladi. Uning uchun deylik o'sha bolada o'sha asos bo'lish kerak, o'sha bolada o'sha ko'rsatkichlar bo'lish kerak, har doim ham ishlab bermaydi. Shuning uchun aytamizki, o'sha qush uyasida ko'rganini qiladi degan shu narsa. Birinchi blok immunitetimiz o'sha nimaga o'rgangan bo'lsak, o'shani qilib beradi. Keyin o'sha ko'pincha bizga aytishadiki, "Voy, mana yomon bo'ldi, mana bunaqa kelmay aytaman oxiri." Baribir ham har qanaqa nizoni hali uni ham keyin alohida aytib beraman. Xudo xolasa o'ziga yarasha plyuslari bor. Mana bu kamchiligimiz borligini ko'rdik. Mana bunimiz shakllanmaganini ko'rdik. Mana buni boshqacha so'zlab yozganimizni ko'rdik. Endi o'zgaradigan paytimiz kelibdi. Kartinani ko'rsatib berar ekan. Va 3-blok immunitet, buni o'tgan safar ham bir og'iz aytib o'tdim. Baribir ham o'sha birinchi blok nima chizib bersa ham, ikkinchi blok immunitet nima fikrlab bersa ham, 3-blok immunitetimiz o'sha xayrli, o'zini nima deydi, bu olamni o'zini qonun qoidalari bor, bu olamni o'zini yaratuvchisi bor, o'zini qonun qoidalari bor degan narsani 3-blok immunitet to'xta degan belgini, keyin ketib qolmaydigan narsani ozgina shuncha qilib beradi. Shuning uchun mana o'tgan safar kecha ham aytdim, bitta undan oldingi kuni boshqa bitta ko'rsatuvga borganda shaxs strukturasi shuning uchun nima ko'rsatkichlari bo'lsa ham, birinchisi qadriyat, o'sha qat'iy yurish kerakligini ko'rsatadi, qanaqa qarash kerakligini. Keyin 11-si baribir ham chegara. Shuning uchun bugungi hayotda juda ham ma'lumot ko'p, juda ham deylik o'sha kommunikatsiya ko'p, imkoniyat ko'p ma'lumot olish. Va shunga yarasha uni plyus tomoni, imkoniyat ko'p, ma'lumot olib, u ma'lumot nimalarga yordam bermaydi. Ma'lumotda yaxshi narsa yo'q, lekin ma'lumotda nimalar bo'lmaydi. Ba'zi vaqtda ma'lumotdan qo'rqinchli narsa yo'q. Shuning uchun men har doim aytaman, o'sha shogird tayyorlaganimda ham, odamlar bilan ishlaydigan odamlar bilan ishlaganda aytaman, savol javobimiz juda ham katta. Nima deymiz, qanaqa aytamiz, bu olingan ma'lumotni kim qayerga ishlatadi keyin. Shuning uchun ba'zi vaqtda menga shogirdlarim so'rashadi, nimaga ikkita deylik guruhda bitta ma'lumotni o'zini ikki xil berib. Shuning uchun aytaman, qanaqadir ma'lumotni berish uchun odam o'shanga tayyor bo'lish kerak. Menda o'sha hali garantiya degan so'z bor, u ziyonga ishlamaydi degan narsa. Bu meni savol javobim deb. Shuning uchun juda ham bu juda kerak. Bu narsalar hammasi bunda men o'sha o'zim o'sgan oilamga ming rahmat deyman, haligacha shu ota-onalarimga rahmat deyman. Bizani juda ham chiroyli o'stirishgan shu tomondan. O'sha falsafada, qanaqadir qadriyatlarda, insoniy ko'rsatkichlarda juda ham chiroyli o'stirishganiga, haligi biza chiroyli demoqchi emasman, bizga o'sha chiroyli ko'rsatkichlarni berishgan. Haligi odamsan, o'zbeksan, boshqa odamlar bor, millat degan tushuncha bor, vatan degan tushuncha bor.
uyat degan tushuncha bor qo'yilgan. degan narsani men aynan o'sha birinchi oilamda, qizli oilamda ko'rganman. Shuning uchun ming rahmat deyman. Shu hamma Shuning narsa uchun aql oilada bu juda yaxshi. Aql bizga juda ko'p narsani tushuntirib beradi. Lekin aql ham agar ozgina yo'nalish bermasak va qanaqadir ko'rsatkich bermasak va qanaqadir chegarani bermasak, aql ham qatlaga kirib ketmaydi. Shuning uchun hamma narsani o'zini o'rni bor. Va yosh davri psixologiyasi shu tomondan muhim. Uni nasib qilsa shu keyingi yoki undan keyingi uchrashuvimizda keyin gapirib beraman. Mana shu deylik tug'ma faktorlar bular. Lekin korreksiya ham bo'ladigani bor. Shuning uchun ular hammasi bunda o'ylab qarasangiz millimetr bilan chatishib ketadigan narsalar. Bittasi muhim emas deb bo'lmaydi. Ularni hammasini o'zini joyi bor, o'zini o'rni bor, hammasini o'zini vaqti bor. Xuddi haligi bu dunyoda qancha kasb bo'lsa, hammasini o'z o'rni bor. Bu dunyoda qancha fan bo'lsa, hammasini o'zini o'rni bor. Chunki qachondir bizga o'sha birinchi chiqqanimizda hali yurib, barmoqlarda yurib tushuntirardik, voy kimdir keyin voy bu yo'q narsa desa, keyin xafa ham bo'lmasdik, lekin keyin bu ham kerak deb tushuntirardik. Mana Xudoga shukr, bugun kerakligi hamma ko'plar ishlatyapti. Qanaqadir sohalar aksincha ishlatilmayapti. Yo'q, me'yorda kerak bo'ladigan narsalar har doim bo'lishi kerak. Bu o'sha odamning o'ziga bog'liq. Bugun kerak, ertaga kerak emas deyilmaydi. Ya'ni to'g'ri bizda programmalarimiz o'sha apparatni ko'rsatganda ko'rsataman, eski yangi programma degan narsalarimiz bor. Lekin eski degani bu kerak emas degani emas. Shuning uchun so'z juda muhim narsa. Shuning uchun odamlar ishlaganda juda ham so'zga e'tibor berib ishlanadi. Shuning uchun aytaman, jurnalistlarimizga ming rahmat, o'qituvchilarimizga ming rahmat. Endi mana o'sha xalq bilan ishlaydigan nima soha bo'lsa hammasiga rahmat. Chunki so'zlarimizga juda ham ko'p narsa bog'liq. Men aytaman, bu sxema qanaqa chiqqan? Muammolar bilan ishlab oxiri minglab muammolar bilan ishlaganda, demak bu muammolar bo'lyaptimi? Demak bo'lmasligi uchun mana men bu hozir ishlamayotgan narsalar ishlab berish kerak ekan. Ular ishlashi uchun u bizning ichimizda bo'lish kerak ekan. U bizning ichimizda bo'lishi uchun u shakllanish kerak ekan deb keyin sekin. Yetishdi bitta narsa bor, o'z vaqtida bo'lsa u tezroq bo'ladi. Shuning uchun yosh davri psixologiyasi muhim. Aytaman, tabiatga o'ziga ming rahmat, hamma narsa joyida berilgan. Faqat ba'zi vaqtda biz nimadir bilmay qolamiz. Keyin u kechroq bo'ladi. Vaqtidan kechroq bo'lganda ozgina ko'proq kuch, ozgina ko'proq e'tibor, ozgina ko'proq hafsala kerak bo'ladi, motivatsiya. Faqat shu farqi bor. Shuning uchun bolalarimizga deylik, o'z vaqtida bera olgan narsamiz chiroyli ishlab beradi. Vaqtida bermasak bu bo'lmaydi degani emas. Ko'proq kuch kerak, ko'proq quvvat kerak, o'zimizga ehtiyojimiz bo'lishi kerak, ishi ozgina boshqacha bo'ladi. Shuning uchun yosh katta bo'lgan sari bolalarda ham ijtimoiy rollar qo'shilaveradi. Oldin faqat bizani ko'zimizga termilib o'tirsa, keyin bog'chaga chiqib bog'cha pasni ko'ziga qaraydi, o'qituvchisini ko'ziga qaraydi, o'rtoqlarini ko'ziga qaraydi, o'zini ehtiyojlari keyin tug'iladi. Shuning uchun deylik, hamma narsani hisobga olish kerak. Qanaqadir asosiy narsalarni bola o'sayotgan paytda berib olish kerak. Uni ikkinchi bloki, ya'ni kerakmikin, kerak emasmikin deydigan savolga bormagungacha. Lekin unda ham juda ham vijdonan deylik, o'sha hamma narsani hisobga olib, keragidan ortiq yoshi hisobga olinishi kerak, jinsi hisobga olinishi kerak, o'sha deylik temperamenti hisobga olinishi kerak, muhiti hisobga, hamma narsa hisobga olinib qilish kerak. Chunki hamma narsani baribir ham o'zining joyi, o'rni, hamma narsa o'sha ilm bilan, insof bilan, iymon bilan qilinishi kerak. Ma'lumotim bor ekan deb ishlatilavermaydi. Chunki menda shunaqa muammolar bilan ham kelgan odamlar, menga deylik qanaqadir kurslarga boruvdim, meni o'rgatishdi. Yoki men bu peredachani ko'ruvdim, ko'rsatuvni mamnaqa deyishdi, ishlatib ko'ruvdim, mamnaqa bo'ldi. Sekin aytaman sekin. Hattoki mana meditsinada ham endi aralashmayman, dorilar bor-ku, qaysidir kasalda, bir xil kasalda ba'zi vaqtda har xil lecheniya davo qilinadi. Xuddi shunga o'xshab, hammasini o'zining joyi bor, o'rni bor, hammasini o'zining vaqt soati bor, joyi bor. Hamma narsani shuning uchun hisobga olinishi kerak. Shuning uchun haligi eskilarning bitta gapi bor, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar, yoki bilimi bo'lmagan odam har xil harakatlar qilib ko'rib xato qilishi mumkin deb. Shuning uchun hamma narsani o'zini, shuning uchun shunaqaga o'xshagan ko'rsatuvlarga ming rahmat. Men aynan bunga demoqchi emasman. Bugungi kunda ko'p aynan o'sha deylik fundamental qanaqadir tushunchalarni, bilimlarni beradigan ko'rsatuvlarga rahmat deyman ko'rganimda. Chunki fundamental bilim bu nima degani fundamental? O'sha qonuniy asosida turadigan, tekshirilgan. Agar meditsina ma'lumoti bo'lsa, meditsina sohasi va uni o'sha nima deydi, olimlari tomonidan ko'rsatilgan, psixologiya bo'lsa o'sha fan tomonidan va olimlar tomonidan, biladigan odamlar tomonidan tasdiqlangan. Ya'ni o'sha tasdiqlangan bilimlarni boriga rahmat.
qolganini ehtiyot bo'lib ikkinchi blokni yoqib eshitib ko'rish kerak bo'ladi. Mana meni shaxsim bor, men shunaqaman deylik va o'shani amalga oshib berishi xarakter deyiladi. Qaysi yo'sinda? Unda nima bo'ladi? Masalan, ekstravertlarning xarakteri ozgina ochiqroq bo'ladi. Ozgina deylik tezroq, ozgina voy biram quvnog'i deymiz. Introvertlar bosiqroq, kam gaproq bo'ladi. Xarakteri aynan shu tomonlarni olishi mumkin. Yoki yosh ko'rsatkichi hisobga olinishi mumkin. Deylik, yosh bolaning xarakteri ozgina boshqacharoq bo'ladi. Yosh katta odamniki kattaroq bo'ladi. Deylik, qariyalarniki boshqacharoq bo'ladi. Ozgina. Atak xarakter o'sha shaxs ko'rsatkichiga bog'liq. Buni aniq ko'rsatkichlari bor. Bu o'sha qadriyat, maqsad, vazifa, o'zini o'rni, o'ziga beradigan bahosi, qadriyati, me'yori, qonun qoidalari, motivlari, vositalari